Vau, haqiqatdan ham zo'r ekan-a, bemalol yotib ketsa bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Balxas, Karaganda, Astana, Petropavsk yo'nalishlari bo'yicha yotoqli avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Agarda kimgadir ishonchli, qulay, hamyonbop bo'lgan biletlar kerak bo'lsa, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatda ofisimizdan yoki ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlaridan biletlarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Avtobuslarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qulayliklari komfort darajada. Har bitta yo'lovchi uchun nima kerak? Wi-Fi tizimi bor, bemalol foydalanib ketsa bo'ladi. Kimningdir telefonlari zaryadkasi o'tirib qolgan taqdirda alohida har bittasiga qo'yilgan zaryadniklari zaryadkaga olib ketadi va raqamlarga e'tibor bering. Hech bitta yo'lovchi joyini adashtirib qo'ymaydi. Bemalol kelib foydalanish mumkin. Bitta yotib ketish imkoniyatlari mavjud. Yaqinroq keling. Mana bu yerda esa 2 kishilik joylarimiz ham mavjud ekan. Va bunaqasi hali bo'lmagan. Bu yerda kimlar ketadi? Asosan ona bola bemalol yotib ketishi mumkin bitta joyda. Yana qulayliklar, tepaga bo'lsa narsalaringizni qo'yib ketishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, qadrli obunachilar. Yana qulayliklarini aytib o'tadigan bo'lsam, qishin, yozin moslashuvchan havo sovutgichlarimiz mavjud. Har bitta spalnimizni tepasida bemalol foydalanishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Agar kimgadir manzilimiz kerak bo'lsa, yana takrorlab o'taman. Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatda ofisimizdan xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, yangiliklarimiz hali oldinda. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Xayr!